Pastki joqqa briket qo'yish jarayoni boshlandi. Bizi ustozlar hamda buyuk ortodont, xirurg, implantolog, dermatolog boshladik. Hozir qayerga qo'yapmiz? Pastki joqqami? Bunda olish shart. Ololmaysan. Bitta briket ololmayapsizmi? Oldiz lozim. Ha, mana qilib qo'ydi. Men gaplar sog'liq bo'lyapti. Yo, yana olib bo'ldi-yu, nima bo'lyapti? Ololmayapti. Netgan bola to'kib tashlayapti. Bunda chiqmasa. Kichkinaroq. Biz chiqmaydi. Kechasi. Nechini oldi? Sentrda oldingizmi siz? Nima qilamiz? Pensioner. Pensioner bu qani? Pensionerga Qani boshlang kim? Bosib turib, pensionerni to'g'rilaydi. Lampani oling, lampani. Yo'q, qo'l berib turing deb. Yo'q. Hozir ustidagini oladimda. Hisobini bundan qo'lingdagidan olmasang, bundan olmasang chiqmaydi hisobi. 3,5. Dollar o'rasan. Striniyaga qarab. 4 kilo o'radi. Tez chiqarib olmadingmi? Lampani berib yuboringlar. Hali ishlamadi-yu. Biram qizg'anchiq ekansizlar-ey. Nima qilganyaptimi? Yo'q, mushkula qizg'angani yo'q. Bu indamayapti. Bu gapirgani ham yo'q. Nima qilib qo'yadi? Bo'ldimi hozir? Bitta qo'ysang o'lasanmi? Gulpam o'ldirasanmi sen? Pensioner olma deyiladi. Pensioner qo'yar ekan. Pensioner qo'yapsiz? Pensioner. Pensioner. 4,5. Sentrga 4,5. Gadi 5 sekund. Bo'ldingizmi? Menga beringlar, chiqib Ha, pashole. Qani, o'zingga qaytishga opsiraydi. bitta qo'yasan. Ko'chirib turib qo'yaylik. Nimani? Qani? Nima? Oila qismi 5. Qisadiganmi? Qisadigan qisib turibdi-da. Teskari. Mana. Qancha Bo'ldingmi? Ichida turibdi. Qanday? Qarov. Bittasi. Men uni oldi yapman, jinni. Bittasi gemaro o'layman Bizda deyapti. berdi turibdi uni. Sirasi qaytarasizlar ekan. Nima lekin? Ha, bekor oldim. Qarov. Men ham Lampa qani? Lampa so'raymi lampa? Deysan, hammasi qo'yib olmay. Qancha qatirardi endi? Qani qaysi biri? Teskari qaratyapsan, mana. Xo'p, qo'lingda olibdi. Serios qatiradi. Bu o'zingizda lampangiz bor-ku, kreslo lampasini o'zi ham qotirib qo'yadi. Bilaman. Masih ko'ra qo'yadi.
Sellarni lampang kerak. Sen lampa bilan urib qo'yding manikini boyagi. Aka davay. Chaqiradi. Senga bir urganim yo'q. Birinchi qara, birinchi o'zi 5 sekundda qolmasdan yo'q, hali joydan jilmaydigan bo'lib oladi-yu. O'shandan keyin bitta Men malyarga qo'yaman buni. Ha, nega buni qo'yaylik? Taxminan. Taxminan qo'yaversak, hali qo'yamiz. Nima qo'yganim tushunmasdan qo'ydim hozir. Maqsad qo'ydim. Tushunib qo'yasan. kim birinchi qo'yib bo'lsa o'shanga. Birinchi qo'yib oladi. Telefonda qatirib Hozir keladi. Pozitsiya. Ben sana qo'yib turing. Necha qo'yapsiz pelemanlarga ham? 4,5. Yo'q, tish rasmiga qaralib. Seniki o'sib turibdi, seniki olaylik. Sen ekrolmaysan, bitta dugan qo'yolmaysan. Hey, ache. Bunga tushib qoladi. Sentrda tursa bo'ldi. Cho'tki. Lampani beraveraymi? Lampani beraverasiz. Alo. Lampa. Bittasiga hisob qo'ying. Biz o'zimiz o'zi hamma xohlagan qilyapmiz. Do'stim yanglisiz. Sizga qolgan So'zlarcha Lechini yopishtiring. Nima oz ko'raylikchi? Qani? Bizga berasiz endi. Nechta tish qoldi o'zi? Tish bor ekan. O'tirganimiz yo'q-ku. Qara. Nima? Telefonni osib qolganmi? Klaviaturka uchida bor ekan. Bahri. Baxting nima bo'lyapti? Bir kezarmi? Endi yo'q, mononi qo'yaman ustamaga desa, eng to'g'ri yo'l qo'ysa bo'ladi mononi, kepak beradi, suylar Küçük. Kapakasi tanyapti. Bizlar javob berib, so'rayapti. Kim? Qalay? Qabilchi aniqini. Dans katta bular. Hojim olishni tushib qo'yadi. Nima qilyapsiz? Qimilni urib yo'qamyoqqa. Emas. Olishni tushib qo'yib, bahodirni O'z nima qilasiz do'st? nechta qoldi? Ana pozitsiya. Bir ketmi pozitsiyami? Bir ketdi. Qanaqa bir ekan? Men qo'yyapman o'shani. Nima aytdi baymoqlar turibdi? Yo'qol o'shanga Bo'pti, o'shalarga qo'yaman. Men qo'yib olay, keyin Lampa qo'yaverasan. kelaversin, oldin lampa kelsin. Lampa kelguncha men o'rnatib turaman. Talashmanglar. Tez qo'yib tezak tez olib ketamiz.
Mana kim ko'rib qo'ydi? Birinchi joy olmaydimi? Unga ham tortib qo'ydi. Turaveradi suv. Joy-joyiga turaveradi. Qo'ymagan yaxshi-da, ko'chib ketib qolsa. Ko'chmaydi. Chiqib ketib qolishi mumkin. Tegmaydi. Yo'q, u ketishda emas, boshqa. Unga sim tortguncha. Qo'ymagan yaxshi ekanda. Ministratsiya? Ministratsiya. S razmer deyapman, garang. Bilmayapti. Sizgasi urib qo'yyapman-da, sizgasi. Hozir grafikalar chizib. Lampani berib yuboringlar. Lampani давайте. Lampani de. Birgacha qo'yishardi. Shunaqa qilyapsizlar? Ha, Böyle stüdyonda ham bor. Bo'lma qolib ketdi. Sen ketib ketaversan odam Odam olmadim, o'zim ketdim. Otdimi? Rasm boshida o'tirdim. Tog'adan sigaret kelib qoldi. Yo'lda Zararli qolmadi. Namdo'z. Men javob beraman. 8 ta sana berdi. Nari gruppadan maqom, gruppadan men javob beraman. Mana artadan Yo'q, yo'q. lazım cho'ntakka solinglar. Do'st, pinset tang do'st. Javob berganman. 250 beryapti, nima bormi? Neri pinset tang. O tuhu rasm. Pinset qani haligi? Va pinsetni bering. Pinsetni. Mana do'st. Unda ololmaysiz. Unda qo'yish qulay. Mandami? Chunki uchta bir xilda ishlab turar ekanda, yaxshi narsa ekan. Stolga yeyish kerak bilan olib kelib qo'yinglar deyishga. Mana unda Birinchi. Xato o'shyapsiz. Mana bu uchinchi. Ha? Xato qo'yyapsiz-ku. Qaysini? teskari tepada bo'ladi anaqasi. Mana uchida bo'ladi. Bunday qilib yopishtiramiz? Yopishsa bo'ladimi? Yo'q, odamni og'ziga unday tushmay qoladida. Orqa tomonda qo'lingizga qulay bo'lsin. Orqa tomonga do'stim mana. Bu yog'iga deyapman, almashtirib qo'ying, Bering almashtirib. plombani, zaybal qiling. Oshna. Plombani olib qo'yganman sizga. Men mashina o'zidan qilaman. O'zida turibdi-yu, buni ol qilasizmi hozir? Olib qo'ygan. Ro'sa. Birinchi yana bitta birinchi qo'yib beraman. Mana shu nima deshash? Ha? Nima tushib ketdimi? Birga tushirib yubordingiz-ku. Mana shu stabilnost yo'q-da. Nima? Stabilnost yo'q-da, mana unda deyapman. Bitta narsani sizga Qaysi tomonnikidan olganingizni ko'rdingizmi? Ha? Qaysi tomonnikidan olganingizni ko'rdingizmi? Odamni og'zi bo'lsa bunday Men ushlasangiz. qo'yib qo'yibsizlar. Men kim qo'yib Nariyoqqa qo'ydi? qo'ying endi. Men kim qo'yib qo'ydi? O'zi bor edi. Yopishtiring. Qo'yamizmi? Bizga bergan bo'lami yo'qsa holatni so'rashi. Hop. Oilani aytaman. Biz pozitsiyani o'qiymiz. Mazza. Ildiz bilan toj belgisi toj ustun. Yana aytaman. Kishi ildiz boshqa tomon, toshni boshqa tomonda ko'rsatayotgan bo'lsa, tojga nisbatan olinadi. Vestibulyar tomon bilan ara tomon ikki xil narsa berayotgan bo'lsa, vestibulyar ustun. Arali ko'z yumadi, vestibulyar qaraydi.
medialni distal tomon ikki xil narsa berayotgan bo'lsa, medial ustun o'rta chiziqqa nisbatan bo'lganligi uchun. Tushuntira oldim. Egallar kesuv sirasida muammo bo'layotgan bo'lsa, kesuv ustun. Nega turaqan? Qoida shunaqa bo'ladi. Endi hali ba'zi holatlarda Sen tepaga qo'yib qo'yib. ildizlari nimalardan yorib chiqib Nima? qoladi. Holatda emas. Ildizlarni bitta yorib chiqib qoladi nima deyapti? Shunaqa holat man ko'rganman, internetda ko'rganman. Reks qo'ygan, simlar tortilgan, ancha noto'g'ri o'sha aktivasiya bo'lgan hisobga mana shu old ekran tortishdan ildizlari nimadan chiqib qolgan. Tortilgan hisobiga ham Qotiraylik. Napan Shuni nazorat tushuntirdim. napan deyman. Qisqa vaqtda tez natija olaman desa, ishdan olib ildiz chiqib qoladi. Ildizlarni to'g'ri bir ochilmaydi. Anaqa halal tomonda kartal plastika tura oladi, besugar ochilib qoladi. Vabramni, Chunki yaxshi tushunib yo'q. Endi zo'rda beraman. Ichib ketdi deydi. Qaysi birini qo'ydingsan? napan devorlar. Bo'ldi, qot bo'ldi. Biz ishonamiz. Tirik tegmay. Qat bo'ldi. bo'ldi. Voy, dugan. Serios salqinlab ko'ring Gladikada. Ana lampani olish. Napan devorlar. Lampani. Olmay qo'yavering lampani. Kerak emas. Teng bitta qoldi. Bitta bo'pti, bittani qo'yib turing. noto'g'ri rotatsiyadan bo'ladi o'zi. Aylantirib Bo'ldilar. Fanda buni nima deyiladi? Bular Nechi ydi? to'xtatib turdik. Yo, oldi brek turdi. Tushuntira oldim. Yana Ashxonadorlarda aktivatsiya qilinadimi, shunday aktivatsiya qilinmasdan qoladimi, rezinaga chiqib qoladimi simlar? brekni muddat, brek taqish, brek sistema taqish muddatini hisoblash degan narsa bor. Hisoblayotganda qanaqa hisoblanadi? Berilgan kuchga bergan kuchga Aytaylik, misol 2 yilda qilaveramiz. Me'yor qilamiz. 2 yil qilgan ish. Qiz bolalarga holat misol necha yosh qiz bola? Aytaylik 20 yosh qiz bola. Stabilizatsiya bo'lganda 20 yosh qiz bola. Eng kamida 1.5% ko'paytiriladi o'rtoqlar. Nima degani bu?